Assalomu do'stlar, sizlar bilan men yana Rexus kanali. Rahmat do'stlar, sizlar bilan men 20 ta obunachi yig'dik do'stlar. Sizlar do'stlar. Endi shu tarafga biz Minecraft'ga yana o'ynaymiz. Hozir bitta narsa qilib olaylik. Mana biz ham настройкаga kirib, настройкада narsalarni qo'yib oldik. Endi sizlar bilan men yana video olishni boshlayman. Oh, shu daraxt chopamiz. Albatta 20 ta obunachi bilan tabriklayman. Sizlar meni tabriklanglar. Endi bizning maqsad 30 ta obunachi. Endi 20 ta obunachida men yashash hududimda aytaman deganman. Yashash hududim bu Namangan viloyati Norin tumanida yashayman. 56-uyda yashayman. Xo'sh, men obunachilarim, iltimos kanaliga albatta like va obuna bo'ling. Yirtdik. 30 ta bo'laylik. Omonxonam shu 2-3 kundan oldin nimada 2 million obunachi oldi. Omonxonga rosa havasim keladi-da. Endi biz yer ostiga tushib tosh ko'virlaymiz. Şöyle ko'rinmayapti. Что-то не то. Hozir 5 minut 6 sekund. Şöyle ko'rinmayapti-da. Qachon bo'lyapti? Chiqdi shu. Bo'lmasa bitta narsa. Sizlarga ham hamma narsa g'alati ko'rinyaptimi? Endi chiqib ketamiz. Shu bola ko'rinmayotganda zerikib chiqib ketdim. Ana, endi tushiramiz. Bola ko'rinmayotganda daraxtga o'sib qolarkan, mashadan ko'ylaymiz. Mana 13 ta loy bizga aniq yetadi. Manami? Mana-da. Endi biz yugurib yuramiz. Dali blue qilib. Xo'sh, shunday narsa ko'rinishi. Mana. Xo'sh. Kimizlarda o'tgangi videoyimizda haqiqiy bitta Minecraftda modlarsiz nimadirlar xitlashuvdan shunaqa narsa bo'lib qoldi. Hayvon g'alati. Uni qora qoplon deydimi, qor qoplon deydimi? Ay shunaqa. To'xta. Mana to'xta. O'rtamasan. Voy kallangga qo'yag'im. O'zi yonaman deb o'ylayapsan-da.
Zarbaga yaramishmi? Ukalarim o'rtoqlari bilan o'ynab turadi. Ukam bilan video ola olmayman. Afsus. Uzilama. O'g'rimi? Qishloqmi? Yo'q. Qo'y chopish kerak, qo'yni o'ldirish kerak. Ichimda ketdim. Nima men xirabriymanmi? Odammanmi? Mana men. Xirabriy emasman. Ichimda o'tib ketdi hozir. Ikkita jun, uchinchi jun sen bo'lasan. Kallangga qo'yag'im, baqib qo'ygan. Mana. Temir topishga harakat endi. Zinaqa yapadi. Supigi. Xudoyo. O'tgangi videoda bo'lmayim. Suvdan chiqqan 2 soat qiynalib yurganman. Xo'sh. Hozir qaytaman do'stlar. 5